Yaşayın mı? Öyle zaman. Assalomu alaykum. Bu bitmas xazina ko'rsatuvi va men dasturimiz avvalida mening kitob javonim aksiyasining yakuniy natijalarini e'lon qilmoqchiman. Ko'rsatuvimiz ijodkorlari uchun iyun oyida tomoshabinlar bilan muloqot oyi bo'ldi desak noto'g'ri bo'lmas ekan. Kitob javonim aksiyasi g'oliblarni aniqlash ishlari o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilar orasida namunali havas fasad deydigan kitobsevarlar soni ko'pchilikni tashkil etdi. Shartga ko'ra qatnashchilar shaxsiy kitob javonlarini tasvirga olib jo'natishlari kerak edi. Bizga yetib kelgan video tasvirlarda esa qatnashchilar nafaqat javonlardagi asarlar, balki ularning mazmuni haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tishgan. Lekin ularning ismlarini nomma-nom aytib chiqishning iloji yo'q, chunki qatnashchilarning soni anchagina. Lekin men Surxondaryo viloyatidan Bobur Vahobovga, Qashqadaryo viloyatidan Ilobat Karimovga, qolaversa Shahzod Qayimov, Azizxo'ja Ahadov, Muhammad Murodov, Qobil Hasanboyevlarga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki ularning kitobsevarligi va ana shu fazilat bilan atrofdagilarga ham o'rnak bo'layotgani hurmatga loyiq. Aksiyamizning yana bir ishtirokchisi bizni e'tiborimizni tortdi. Bu inson Samarqand viloyati bo'ylab o'zining shaxsiy kitoblarini tarqatib yuradi. Ba'zilarga bepul, ba'zilaridan esa arzimagan pul olib istalgan vaqtgacha kitobni o'qib chiqishlariga tashlab ketadi. Nodira Esonboyeva bekorga kitobxonlikni targ'ib qilmaydi. U kitobni qadrlaydigan ziyoli ayol. Kasbi muallim. Aksiya uchun jo'natgan video tasvirida Samarqand viloyatining Qushrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Urgut, Toyloq, Binobur, Jomboy, Pastarg'om, Oqdaryo tumanlarining aholisiga kitob tarqatayotganligini tasvirlagan. Ko'chma kutubxonasida o'zbek va jahon adabiyotining yagona romanlari, bolalar adabiyotidan nodir asarlar o'rnalgan. Bu ayol kitobga shu qadar mehr qo'yganki, har bir mavzuni albatta kitob bilan bog'laydi. Studiyamizga taklif etganimizda ham uning qo'lida kitobni ko'rib hayron bo'lmadik. Assalomu alaykum, Nodira opa, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandman. Rahmat. Aksiyamiz ishtirokchilari orasida sizni bizga jo'natgan foto va video tasvirlaringiz e'tiborimizni tortdi. Qachondan beri Samarqand viloyati bo'ylab ko'chma kutubxona tashkil etib kitoblar tarqatib yurasiz? Aslida men bu ishni 2000-yildan beri boshlaganman. Bilasizmi, meni hobbim kitob. Kitob o'qishni yaxshi. Kitob o'qishni juda yaxshi ko'raman. Kitob o'qigan insonlarni ham yaxshi ko'raman. 2000-yil menda shunday g'oya tug'ildi o'zimdan. Aslida bu g'oya menda yoshligimda tug'ilgan. Men 2-sinfda o'qib yurgan vaqtimda uyimda shaxsiy kutubxona ochganman va o'sha kitoblarimni sinfdoshlarimga, dugonalarimga berganman. O'shanda kamida 200 ta kitobim bor edi. O'sha vaqtda yoshligimda aytardim, agar katta bo'lsam, pulim ko'p bo'lsa, pulimga faqat kitob olaman deganman. 7 yashar bolaga kim pul olganini bergan? Alloh taolo. Hozirgi o'sha ko'chma kutubxonangizda o'zingiz yillar davomida yozgan kitoblaringiz. Hammasi mana shu kitoblardan iborat, to'g'ri? Albatta. Qancha kitobingiz bor? 10 mingga yaqin kitobim bor, Allohga shukr. Va ularni hammasini siz Endi bular hammasi qo'lda demayman. Bular hammasi qo'lda emas. Qani o'sha 10 mingta kitobimda hammasi odamlarda bo'lganda men juda ham xursand bo'lardim. 2000-yildan 2012-yilgacha faqat Ishtixon tumanida bu faoliyat olib bordim. Asosan banklarga, poliklinikalarga, hokimiyatga, moliyaga, soliqqa borardim. Nima uchun? Chunki o'sha yerda ishlaydiganlarda vaqti bo'lmaydi. Kitob magazinga borishga va kutubxonaga ham borishga. kitobga bo'lgan munosabat qanday bo'lgan? Juda ham yaxshi edi. Asosan 80% menga rahmat aytishardi. Rahmat, Nodira opa, bizga kitob olib kelyapsiz, vaqtimizni tejayapsiz. Siz sababchi bo'lib biz kitob o'qishga majbur bo'lyapsiz qo'shnilarchida. Chunki qo'shnilarchidan yo'llar mashhurlardim-da. Kitoblarni berardim, tavsiya qilardim. Mana buni o'qisangiz bunday, mana buni o'qisangiz bunday deb o'zim tavsiya qilib, chunki o'zim o'qib chiqqan bo'lardim kitoblarni. Ular shunga qarab olardi yoki o'zlari buyurtma qilishardi kitoblarni. Men o'sha buyurtmalarni agar kutubxonamda bo'lsa olib kelardim, agar bo'lmaydigan bo'lsa albatta sotib olardim. Qiyinchiligini agar hisobga oladigan bo'lsak, umuman shaxsiy kutubxona ochib bu ishni yengillatishni hech o'ylab ko'rmaganmisiz? Shaxsiy kutubxonam bor, faqat Ishtixon tumanida. Endi hududlar bo'yicha shaxsiy kutubxonani filiallarini ochishni aytyapsiz, to'g'rimi? U fikrim, u g'oya menda bor. Anchagina ko'p kitob o'qigan, aqlli, ziyoli ayol ekanligingiz shundoqni ko'rinib turibdi. Rahmat. Siz bilan suhbatlashib ancha havasim keldi. Rahmat. Va albatta aksiyamiz g'olibi sifatida sizni tabriklayman. Rahmat. Nodira opa, aytingki, siz uchun eng bir qadrli sovg'a nima bo'ldi? Men uchun eng qadrli sovg'a bu kitob. O'zim ham shunaqa o'ylagandim.
insonlarimga kitob sovg'a qilaman. Agar menga kitob sovg'a qilsa, men juda ham xursand bo'laman. Xohlardimki, sizga o'xshagan namunali, ibrat olsa arziydigan kitobxonlar, kitobsevarlar soni safi yanada kengayishini Rahmat. 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 Ochib ko'ring. Meni o'zimni kitobimga bersam maylimi? Albatta, ya'ni o'zingizni muallifligingiz. Aha, o'zimni muallifligim. Kitob ham yozasiz. Kitob ham yozaman. Asar, nazm yoki nasr. Ikkalasida ham. Anna Kareninani juda ham kutgandim. Lekin mana bu yo'q o'zi bo'lmasa kerak. Juda o'yladim. Qaysi kitob yo'qligini oldirapman dedim. Mana shu yerga meni taklif qilganlaringiz uchun, arzimas shu xizmatlarim uchun, meni munosib ko'rganlaringiz uchun men juda ham xursandman. Aksiyamizning yana bir ishtirokchisi surxondaryolik Bobur Vahobov. Uning aytishicha, badiiy adabiyot hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Bobur Vahabovning shaxsiy kitob javonida Horizonda jahon adabiyoti, 120 ta o'zbek adabiyoti durdonalari qo'yilgan 20 ta she'riy kitoblar va 25 ta jahon va xalq og'zaki ijodidan namunalar bor. Shu bilan birga 50 ta diniy kitoblar, 25 ta ilmiy to'plamlar ham mavjud. Bobur Vahobov Toshkentga kela olmaganliklari uchun ularga ajratilgan sovg'ani Surxondaryoga o'zimiz yetkazamiz. Shu o'rinda ko'rsatuvimiz ijodkorlari nomidan mening kitob javonim aksiyasida ishtirok etgan barcha kitobxonlarga katta rahmat aytaman. Haqiqatan ham aksiyada aqlli, ziyoli, havas qilsa arziydigan ko'plab kitobsevarlar qatnashdi. Ularning bilim darajalarini ko'rib, yo'q, bugun kitobga bo'lgan munosabat yana ham yaxshilangan. Yoshlar avvalgidan ham ko'proq kitob o'qishyapti degan fikrga ham bordik. Ajab emas, ularning ichida zamonamizning oyliklari, fitratu avlodiylari yetishib chiqsa. Nima uchun biz bu insonlarni zamonlar o'tsa-da hurmat bilan yodga olamiz, ularni o'rnak qilib ko'rsatamiz. Chunki bu mutafakkirlar o'zbek xalqining ma'rifatli, ziyoli bo'lishi uchun ko'p zahmatlar chekishgan. Ularning ana shu jasoratiga cheksiz hurmat bildirgan holda ko'rsatuvimizning bugungi sonida Abdulla Avloniy va yana bir ulug' mutafakkir Abdurauf Fitratlarning hayoti va ijodiga nazar tashlaymiz.